Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Yo'q, taksida keldim. Oyim aytgan qiz sizmisiz? Manman. Oyim aytgan bilan sizga ham? Nimani? Oyim aytgan qiz sizligingizni. Yo'q, bu yerda boshqa odam yo'q-ku siz bilan mendan boshqa. Qatdi. Shu yerda? Aylanamizmi? Qatdi. Shu yerda? Yuring. O'qiysizmi, ishlaysizmi? Uyda o'tiraman, ruxsat berishmaydi. O'qishgami? Ishlashga. Unda o'qing. O'qishga kira olmadim. Sig'madingizmi? Nimadan? Eshigidan? Yo'q, imtihondan o'ta olmadim. To'ydan keyin ishlatasizmi, yaxshi yigit? Qatdan bildingiz? Yaxshiligingizmi? Yo'q, yigitligimmi? Ko'rinib turibdi-yu. Yaxshiligimmi? Yigitligingiz. Ishlatasizmi? Nimani? Kallani. To'ydan keyinmi? Bo'pti. Boshqa mavzuga o'tamiz. Mani burchim qo'y, sizni burchingiz nima? Vatanni himoya qilish? Burch emas, burch. To'rmizmisiz? Yo'q, Murodman. Xullas, menga to'g'ri kelmadingiz. Bilaman. Qattan. Aytdim-ku taksida keldim deb.